بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع والثلاثون. demek 34 darsga kelibmiz. التدريب الأول تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. Misolda kelganidek do'sting bilan birga suhbatni alishtir deyaptilar. Xo'p. Ayna tusallil jum'ata? Birinchi talaba savol beryaptiki, jumani qayerda o'qiysan? Usolli fil masjidil kebiri. Katta masjidda o'qiyman deb ikkinchi talaba javob beryapti. Keyin yana ikkinchi talaba savol beryaptiki birinchi talabaga, va ayna tusolli anta? Sen qayerda o'qiysan? Birinchi talaba usolli fil masjidil kebiri aydan. Katta masjidda, men ham katta masjidda o'qiyman deyapti. Tushunarli? Mana shunday qilishimiz kerak. Mana al-fajr bu yerda, masjidi Umar masjidi, masjidi Bilal masjidi, az-zuhr bu peshin, fajr, al-fajr bomdod, al-asr asr, masjidi Usmon masjidi, al-maghrib Shom, masjidi Ali, al-isha bu xufton, masjidi Ammor masjid, ya'ni Ammorning masjidi, al-jum'ata juma, masjidi Tariq masjid. Hop. Ajib anil as'ilati musta'inan bis-suwari. Suratga, ya'ni suratdan yordamlanib, savollarga javob ber. Maza yaf'alu Ahmadu? Ahmad nima qilyapti? Huwa yaqra'ul Qur'ana. U Qur'on o'qiyapti. Maza taf'alul bintu? Qiz nima qilyapti? Hiya taknusul bayta yoki taknusu ghurfatal julusi. Zan yoki taknusu ghurfatan nawmi. Yotoqxonani pilisos qilyapti. Maza yaf'alur rajul? Kishi nima qilyapti? Nima qilyapti? Yusallil fajra. Bomdodni o'qiyapti. Maza taf'alu Fatimatu? Fatima nima qilyapti? Nima qilyapti? Fatimatu desak ham bo'ladi. Fatimatu tushahidu tilfaz. Televizor ko'ryapti. Maza taf'alu Khadijatu? Khadija nima qilyapti? Talbasul malabisa. Liboslarni yuyapti. Maza yaf'alu Muhammadun? Muhammad nima qilyapti? Yuyapti. Yaghsilul atbaqa. Muhammadun yaghsilul atbaqa. Muhammad idish tovoqlarni yuyapti. Mana shunday boshqa javoblarni bersak ham bo'ladi. Xo'p, hati jumalan kama fil misal. Misaldagidek gap keltir deyaptir. Astayqizu mubakkiron. Erta uyg'onaman. Astayqizu mutaakhiron. Kech uyg'onaman bo'ladi. Astayqizu as-sa'ata as-sabi'ata. Soat 7 da uyg'onaman. Astayqizu as-sa'ata al-khamisata. Soat 5 da uyg'onaman. Astayqizu as-sa'ata ar-rabi'ata. Soat 4 da uyg'onaman. Tushunarli? At-tadribu ar-rabi'u. 4-chi mashq. Akmilil hiwara. Suhbatni to'liq qilib ber. Astayqizu 'inda al-fajri. Bomdodda uyg'onaman. Bomdod paytida uyg'onaman deyapti. Demak, qachon uyg'onasan deb savol berishimiz kerak. Mata tastayqiz yoki mata tastayqizu? Qachon uyg'onasan? Xo'p, talaba javob beryapti. Usallil fajra fil masjidi. Ayna tusallil fajra? Bomdodni qayerda o'qiysan? Usallil fajra fil masjidi. Masjidda o'qiyman bomdodni. La anamu ba'da al-fajri. Hal tanamu ba'da al-fajri? Bomdoddan keyin uxlaysanmi? La anamu ba'da al-fajri. Yo'q, bomdoddan keyin uxlamayman. Maza taf'alu? Qilsak ham bo'ladi. Nima qilasan? Aqra'ul Qur'ana. Qur'onni o'qiyman. Yoki aqra'ul kitaba yoki kitob o'qiyman. Va mata tazhabu? Va mata tazhabu ila al-madrasati? Deylik. Madrasaga qachon borasan? Azhabu as-sa'ata as-sabi'ata yoki azhabu ila al-madrasati as-sa'ata as-sabi'ata. Madrasaga soat 7 da boraman. Xo'p, hal tazhabu bil hafilati? Avtobusda borasanmi? Javobiga la azhabu bis sayyarati. Yo'q, mashinada boraman deyapti. Mana shunday savol javob qilamiz. Bu juda ham oson. Xo'p, mana kitobni ochib olay. Buni qildik. Buni ham qilamizmi? Og'irlik qilmaydimi? Qilaylik, keyingisi bu yog'i oson ekan. Xo'p.
التدريب الخامس 5 mashq تبادل السؤال والجواب مع زملائك. Do'stlaring bilan birga savol-javobga alishtir. Xo'p. Birinchi talaba usolli al-jum'ata fil masjidil kabiri. Ayna tusolli al-jum'ata? Xo'p, birinchi talaba aytayaptiki, men jumani katta masjidda o'qiyman. Sen qayerda o'qiysan? U ham aytsa ham bo'ladi. Masalan, usolli al-jum'ata fi masjidi hassi imam. Hassi imom masjidida namoz o'qiyman yoki fi masjidi nima? Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b masjidida o'qiyman. Usolli al-jum'ata fi masjidi Bilal. Men Bilal masjidi Bilalda jumani o'qiyman. Ayna tusolli? Sen qayerda o'qiysan? Javobiga usolli al-jum'ata jumani o'qiyman fi masjidi Usmon. Usmon masjidida o'qiyman. Yazkuru kullu talibin al-masjida allazi yusolli fihi al-jum'ata. Har bir talaba o'zi jumani o'qiydigan masjidni aytadi. Al-jum'ata, juma. Astayqizu as-sa'ata ar-rabi'ata. Soat 4da uyg'onaman. Mata tastayqizu anta? Sen qachon uyg'onasan? Bu gap tepaga tegishli. Masalan, siz O'zbekistonda yoki Misrdami, Turkiyadami, qayerda bo'lsangiz, do'stingiz sizga savol beradi yoki o'zi aytadi birinchi. Usolli al-jum'ata fi masjidi Bilal. Men Bilal masjidida jumani o'qiyman. Ayna tusolli? Sen qayerda o'qiysan? Siz javob berasiz. Ana usolli fi masjidi, masjidning nomini aytib qo'yasiz, bo'ldi davomiga. Endi bu keyingisi. Astayqizu as-sa'ata ar-rabi'ata. Men soat 4da uyg'onaman. Mata tastayqizu anta? Sen soat nechida uyg'onadi? Sen soat nechida uyg'onasan? Javob berasiz. Masalan, sal uyquni yaxshi ko'rsangiz, astayqizu as-sa'ata al-ashirata. Soat 10da uyg'onaman deysiz. Yana ham uyquni yaxshi ko'rsangiz, nima deysiz? Astayqizu as-sa'ata al-hadiya ashara. Al-hadiya asharata deymiz. Soat 11da uyg'onaman. yoki astayqizu as-sa'ata as-saniyata asharata. Soat 12da uyg'onaman. Endi bu uyat bo'ladi. Xo'p. Astayqizu as-sa'ata al-khamisata. Soat 5da uyg'onaman. Mata tastayqizu anta? Sen qachon uyg'onasan? Siz javob berasiz. Astayqizu as-sa'ata as-salisata. Soat 3da uyg'onaman. Kechki namozni o'qisak-a? Xo'p. Endi soatlarni aytib chiqish kerak menimcha bu yerda. Masalan, astayqizu as-sa'ata as-sadisata. Soat 6da uyg'onaman. Astayqizu as-sa'ata as-sabi'ata. Soat 7da uyg'onaman. Astayqizu as-sa'ata as-saminata. Soat 8da uyg'onaman. Astayqizu as-sa'ata at-tasi'ata. Soat 9da uyg'onaman. Astayqizu as-sa'ata al-ashirata. Soat 10da uyg'onaman. Shu. التدريب أجب عن الأسئلة التالية. quyidagi kelgan savollarga javob ber. Mata tastayqizu? Qachon uyg'onasan? Astayqizu as-sa'ata ar-rabi'ata. Soat 4da uyg'onaman. Va hokazo. Nechida uyg'onsangiz aytasiz. Ayna tusolli al-fajra? Bomdodni qayerda o'qiysan? Usolli al-fajra fil masjidi. Masjidda o'qiyman bomdodni. Hal tanamu ba'da as-solati? Namozdan keyin uxlaysanmi? La anamu ba'da as-solati. Namozdan keyin? Yo'q, namozdan keyin yo'q, namozdan keyin uxlamayman. Yoki uxlasangiz, na'am, anamu deysiz. Ha, uxlayman deysiz. Maza taf'alu ba'da as-solati? Namozdan keyin nima qilasan? Aqra'ul Qur'ana. Qur'on o'qiyman. Yoki azhabu ila al-madrasati. Madrasaga ketaman yoki azhabu ila al-amali. Ishga ketaman. Mata taknusul ghurfata? Qachon xonani tozalaysan? Deylik, shuni nima deymiz? Aknusul ghurfata, xonani tozalayman. Nima? Sabahan, ertalab. yoki masaan yoki kech payt. Mata tazhabu ila al-madrasati? Madrasaga qachon borasan? Azhabu as-sa'ata as-sabi'ata. Soat 7da boraman. Mata tastayqizu yawm al-utlati? Ta'til kuni nechida uyg'onasan? Qachon uyg'onasan? Astayqizu yawm al-utlati? Ta'til kuni uyg'onaman deb javob berasiz. Nima? As-sa'ata as-saminata. Soat 8da yoki as-sa'ata at-tasi'ata. Soat 9da. Xo'p, ayna tusolli al-jum'ata? Jumani qayerda o'qiysan? Aytasiz, usolli al-jum'ata fi masjidi hassi imam. Hassi imom masjidida o'qiyman. Yoki fi masjidi Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b masjidida o'qiyman. Va hokazo. Mata tushahidu at-tilfaza? Mana shunday yoziladi, mana tilfaza. Televizorni qachon ko'rasan? La ushahidu abadan desak ham bo'ladi. Hech ham ko'rmayman agar ko'rmasangiz. Yoki aytasiz, ushahidu tilfaza? Televizorni ko'raman. Qachon? Sabahan, ertalab yoki ba'da al-amali, ishdan keyin.
yoki ba'da maji'i minal madrasati yoki madrasadan kelganimdan keyin va hokazo. Xo'p. O'sha dars yetadi. Bugungi darsimiz shundan iborat ekan. Shularni barchasini yozishimiz kerak daftarga. Qoyyidul ilma bil kitabati. Ilmni yozish bilan mustahkamlab olinglar. Bugungi darsimiz shundan iborat ekan. Vallohu a'lamu bis-sawab.